deb o'yladim. Ha, juda chiroyli yotibsiz. Xo'sh, bahonachi xotinlar, bahonachi ayollar, yaqinroq kelinglar, telefonni prям yaqinlashtirib eshitinglar. Bugun sizlar uchun shunaqa oson, shunaqa arzon retsept beraman, ya'ni ko'z atrofidagi ajinlar. Bugun bir 20 ta, 25 ta patsient qabul qilgan bo'lsam, hammasida ko'z atrofida muammo ajin. Agar shu maskadan keyin ham qanaqadir bahona topadigan bo'lsanglar yoki qilmaydigan bo'lsanglar shu maskani, menga вообще boshqa murojaat qilmanglar. Hech narsa o'rgatmayman. Buni обязательно qilishinglar shart. Demak, buning uchun sizlarga nima kerak bo'ladi? Ну, где-то bir 50 ming so'mga ham bormaydi, 35 ming, 40 ming pulinglar ketadi. Aptekadan olasizlar bu narsani. Bitta banочкada glitserin olasizlar, bitta banочкada jajaba yog'ini olasizlar va 10 ta tabletka ayvit kerak bo'ladi. Yarimta glitseringa yarimta jajabani qo'shasizlar. Va buni ichiga 10 ta ayvit tabletkasini siqib aralashtirasizlar. 3 ta narsani aralashtirib tayyor qilib kosmetichkalarni yonida qo'yinglar va har kun kechasiga surib yotinglar. Shunda barmog'inglar bilan bitta tomchi bu yo'g'ga, bitta tomchi bu yo'g'ga surib yaxshilab massировать qilib yotinglar. Rezultati bilan обязательно bo'lishasizlar va rahmat deyish esingizdan chiqarmanglar. Lekin qilmasanglar bo'ldi, men sizlarga boshqa tavsiya bermayman qizlar. Juda ham zo'r retsept. Ajinlar ham yoyinglar. 45 yosh bo'lsangiz ham, xuddi 25 yoshda yuzingiz tindiq bo'lishini, yoshgina ko'rinish xohlaysizmi? Unda uy sharoitida zo'r maska tarifini o'rgataman sizga. 2-3 tomchi limoningizni olasiz. Tabiiy asal topsangiz yanada yaxshi bo'ladi. Tabiiy asalingizni olasiz. Yarim qoshiqchaday. Xolodilnikka qo'ydim, ozgina qotibdi. Yarim qoshiqchaday asalingizni olasiz. Yogurt olasiz. O'zimizda qatiq tayyorlangan qatiq bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Bodom yog'i yoki bo'lmasa zaytun yog'i topishingiz kerak. Menda bodom yog'i ham, zaytun yog'i ham bor, lekin bodom yog'i ajinlarni ochadi. Shu kulganingizdagi, shu yerdagi ajinlar ayollarga erta tushadi. Shu yerdagi ajinlarga yaxshilab aralashtiramiz hozir to'rttalasini. O'zbekistonda juda ham qattiq sovuq tufayli va yoz oylarida quyoshimiz juda ham kuchli bo'lgani uchun ayollarda shu qirishiqlar, ajinlar keyin peshonada shu yerda ajinlar tez tushadi. Shu uchun qimmatbaho maskamizni tayyorlab uy sharoitida surtsangiz bo'ladi. Qimmat kosmetikalar olishingiz shart emas. Boshlaymiz endi. Kremga o'xshadi. To'rttalasini aralashtirdim. Yaxshilab surtasiz, 15 minutdan keyin yuvasiz. Bir marta qilib sveji surib turavering. Ba'zi ayollarda bo'yinlarda tez ajin tushib ketadi, peshona qismlarida. Qayerinizda ajin bo'lsa, o'sha joylaringizga surib qo'ying. Keyin 5-10 minutdan keyin yuvib tashlang, iliq suv bilan. Yuvib keldim, yuzim yumshoqqina bo'ldi. Birinchi ishlatishingiz